Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar, Abu Saloh, Ahliddin Navqatiy kabi fitnakor kimsalar va soxta salafiylik tarafdorlarining ba'zilari barcha yangiliklarni bid'at deb hisoblashadi. Bu qarash qanchalik haqiqatga yaqin? Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar, Abu Saloh, Ahliddin Navqatiy kabi fitnakor kimsalar va soxta salafiylik tarafdorlarining ba'zilari ilgari surayotgan bu qarashga nisbatan bizning javobimiz shunday. Bid'at lug'atda oldin bo'lmagan biror narsani paydo qilish hisoblanadi. Islomda bid'at yaxshi yoki yomon, ibodat yoki ibodatdan tashqari narsalar bo'lishi mumkin. Soxta salafiylar masalaga o'ta tor yondashib, har qanday yangiliklarni zalolat deb hisoblaydilar. Aksariyat mashhur islom ulamolari esa bid'at tushunchasiga keng munosabatda bo'lganlar. Xususan, Imom Shofiy, Ibn Obilin, Ibn Javziy va boshqa ulamolar bid'atga Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrlarida bo'lmagan narsalarni kiritadilar va uni halol, harom, makruh, muboh, mandub, ya'ni ma'qul va vojib kabi turlarga bo'ladilar. Islom ahkomlariga zid yangiliklar bid'ati sayyi'a, ya'ni yomon bid'at hisoblanadi. Yaxshi narsalar uchun paydo qilingan ishlar esa bid'ati hasana, ya'ni yaxshi bid'at deb sanaladi. Masalan, bilim yurtlari tashkil etish, taroveh namozini jamoat bilan o'qish ma'qul amal. Kerakli ilmlarni o'rganish kabi insonlar uchun foydali bo'lgan ishlar esa vojib amal hisoblanadi. Imom Nobulusiy kabi zamonaviy ulamolarning yondashuviga ko'ra esa bid'at faqat dinda yangi ixtiro qilingan yo'l, uning asosiga oid narsa hisoblanadi. Ya'ni faqat shar'iy hukmlarga oid bo'lgan va shar'iy manbalarda qayd etilmagan, keyin joriy etilgan yangi amallar tushuniladi. Bunda dunyoviy ishlar nazarda tutilmaydi. Ilm-fan taraqqiyoti, texnika va texnologiyalar yutuqlari kabi zamon yangiliklaridan foydalanish qaytarilgan ish hisoblanmagan. Masalaga mantiqan yondashilsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallam hayotliklari vaqtlarida bo'lmagan ko'plab yangiliklar, masalan, Qur'oni Karimni yozma holatga keltirish, madrasalar ochish, kitoblar nashr etish salaf solihlar va keyingi ulamolar tomonidan bid'at deb qoralanmagan. Buning ustiga tarixda ko'plab ilmiy kashfiyotlar va ixtirolar aynan musulmonlar tomonidan amalga oshirilgan. Masalan, Al-Xorazmiy algebra, Jabir ibn Hayyon kimyo, Abul Qosim Zahroviy jarrohlik, Ibn Haysam esa optika sohasida ko'plab ixtirolarni amalga oshirganlar. Soxta salafiylarga qadar birorta ulamo ushbu kashfiyot va yangiliklarni bid'at deb baholamagan.